Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Shodiyaxon Abbosxonova va bugun Faberlikdagi 2.650.000 so'mlik zakazni ko'rib chiqamiz. Va bu zakaz qizlar ko'p narsa har doimgidek rasprodajalarni qoldirmasdan olgan mahsulotlarim. Давайте mana bundoq ushlaymiz kamerani и ko'ramiz. Так, чтобы sizlarga ham ko'rinsin, menga ham ko'rinsin ko'rsatgan narsalar. Birinchi o'rinda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam 91.900 so'mdan mana shu mahsulotimiz katalogda chiqadi. Bu nima? Bu xolodilnikdagi hidlarni yo'q qiluvchi shariklar. Ko'plar bilmaydi, что shunaqangi narsalar bor hozirgi zamonda. Xolodilnikni yuvib tozalab, bitta yoki ikkita sharik solib qo'yasiz. Xolodilnikingizdagi hidlar ovqatdan ovqatga hid o'tmaydi va 91.900 3 talik upakovka bo'ladi. Skidka bo'lgan edi. Men buni juda ham zo'r 56.000 ichki narxida oldim. Sizlar ham a'zo bo'lib turib shunaqa narxlarda olsalaring bo'ladi. Shunaqa skidka vaqtlarini topib, skidka bo'lgan vaqtlarda o'zingizga ko'p narsa olib qo'ysangiz bo'ladi. A'zo bo'lmoqchi bo'lganlarga telefon raqamimni qoldiryapman. Telefon qilishlaring, aloqaga chiqishlaring mumkin. Ko'rishda davom etamiz. 103 mingdan ortiq mahsulot olganingizga mana bunaqa immunna marmeladkalar berdi. Ichida 3 ta vitamin bor. Bu bolalar uchun, bolalaringiz juda ham injiq bo'lsa, dori yegisi kelmasa, immunitet tushib ketgan, yaxshi ushlamaydi, yaxshi ovqatlanmaydigan bo'lsa, immunna marmeladka berasiz. Dorini yedirolmaysiz bolangizga, lekin mana shu marmeladkalarni bolangiz osongina qizlar o'zlari xohlab yeb tashlaydi. 150 mingdan chiqqan hozir. 150 ming so'm qilyapsiz. Arzongina. Так, и mana bunaqa men o'tgan safar kuponlar berilgan edi. Kuponlarga menga soch uchun mahsulotlar chiqdi va soch to'kilishiga qarshi kapsula oldim. Bu kapsulalarni bizda opachim juda ham yaxshi ko'rib ishlatadi. Chunki sochlari to'kilishga moyilligi juda ham katta va haftada 1-2 marta boshini yuvganda mana bitta kapsulani sochiga surtadi va soch to'kilishi tez to'xtaydi va sochlari qaytadan yangi chiqishni boshlaydi. Bu ikkita olganim, bu bitta tanishim uchun. Chunki sochlari to'kilyapti ekan, mana shuni zakaz qilib berishimni so'radi. Oldinlari mendan repeniya masla olgan odam aytdi, ham repeniya masla ham bundan kerak dedi, lekin repeniya masla afsuski hozir sifatida yo'q ekan. Keyin juda ham zo'r narsalardan bular enzimniy pudra, qizlarjonlar. Enzimniy pudra nimaga yordam beradi? Agar burningizda qora tochkalar bo'lsa yoki mana bu yelingizning orqasida qizil ugriga o'xshagan narsalar yoki qanaqadir toshmalar bo'lsa, enzimniy pudra ishlatadi. Enzimniy pudrani olasiz, ozgina qo'lingizga solasiz, suv bilan aralashtirasiz va yuzingizga, mana burunlaringiz, yog'li sohalaringizga surtib chiqasiz va ozgina yengil massaj qilamiz. O'shanda o'lik terilar to'kilib ketadi hamda yuzingizda poralar qisqarishi tezlashadi va burningiz, yuzingiz toza bo'ladi. Belingizga xuddi shunaqa usulda qilasiz. Belingizdagi o'sha toshmachalar bo'ladimi, notekis bo'lsa ham tekislab tashlaydi. Ayollarga ham, erkaklarga ham, yigitlarga ham ishlatsa bo'ladi. Aysiolni enzimniy pudrasi 121.93 kodi ostida 91 ming so'mgina turadi. A'zo bo'lganlar samo soboy arzonroq oladi. Keyin bitta retinolni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bunaqa retinoldan qizlar men 4 ta olganman. Bitta naborim zakaz edi, уже uni tashlab keldim bugun ertalabdan. Bu sotishga olingan narsa, zapasda turishi kerak deb bilaman, chunki juda ham kuchli yoshartiruvchi moddalardan biri retinol. Retinol haqida alohida video ham qilganman. Yoshartiruvchi kuchli mahsulotlardan biri. Целый nabori bor. Buni молочкоsi, ko'z atrofiga kremi, shunaqangi zo'r effekt beradigan mahsulotlardan. Faqat yozda ishlatayotgan bo'lsangiz, albatta kunduzgidan keyin SPF krem ishlatish juda ham muhim. Azizlarim, shuni unutmang. Lekin eng zo'r yoshartiradigan narsalardan biri bu retinol. Shuni esingizda prям saqlab qoling. Parashok, men sevgan parashoklar ham rasprodajada chiqibdi. Narxi adashmasam где-то 58 mingdan edi. Bu allergiya bermaydi. Biz uyimizda allergetik bo'lgani uchun opacham yomon parashokka kir yuvsa yoki o'sha parashokka yuvilganda kiyimni badaniga kiysa allergiya beradi.
Shuning uchun biz nima qilamiz? Biz mana shunaqa foydali poрошокlarni ishlatamiz. Bu ozgina kam ko'rinishi mumkin, lekin siz bunga ishonmang. Chunki mana shu bitta upakovka sizga 3 kilo oddiy poрошокка yuradi. O'zini qoshiqchasi bor. O'sha qoshiqchasida solasiz bo'ldi. Bundan ortiqcha ko'p solish kerak emas, ko'p solish ham mumkin emas. Chunki mana bu yerda o'zi berilgan dozasini solganingizda zo'r ishlab beradi. Dozasini ko'paytirib olganingizda o'sha aktiv moddasi ko'payib ketadi, yaxshi ishlamaydi. Поэтому o'zida qanday yozilgan bo'lsa, mana bu yerida xuddi shundoq ishlatish kerak. O'ylab topmang, ko'proq poрошок solsam, kirimi yaxshiroq yuvadi deb. Yo'q, keragicha soling, o'shanda zo'r ishlab beradi. Oqlarga ham, rang-barangga ham shu poрошокni ishlatamiz. Nemetskiy texnologiya, bilasizlar, Germaniya eng mana shunaqa tozalik mahsulotlariga e'tibor qiladigan davlatlardan biri. Germaniya bilan hamkorlikda mana shunaqani ishlab chiqargan. Keyin давайте mesdagi soch bo'yoqlarini aytib o'tayin. 587 soch bo'yog'i. Soch bo'yoqlarini oldin ham aytib berganman, qanaqa zo'rligini, sochingiz yaltirashi, chiroyli bo'lishi uchun. Va bu yerda qarang, 587 bu bir tanishimiz qazi. Bu 305 bu ayajonim ishlatadigan rang. Qoraga o'xshaydi qizlar, lekin как будто o'zingiz tabiiy qora sochingizdek ko'rinadi. Поэтому 305 rangi 32-84 artikulosida 50 ming so'mdan bular. Так, yana bitta 801, bu ham постоянно bitta klientkam bor. Telefon qilib turib, menga iltimos, srochno berib yuboring dedi. Shuning uchun zapaska doim bitta biz ham ushlayman. Bitta zapasimni уже berib yubordim chunki. Tak, keyin Portujur atiri hozir 225 ming so'mdan chiqqan. Portujur atiri bu qanaqa atir deyishlaring mumkin. Bu sevgi, muhabbat timsoli. Agar siz qizingizni turmushga berayotgan bo'lsangiz, agar siz unga bir umr baxtli bo'l demoqchi bo'lsangiz ham Portujur atirini sepga soling. Chunki Portujur bu bir umrga degani, такой необычный hamda buni yana kimlar oladi? Такой ozgina tabachniy, zeleoniy, oq gullarning hidini yaxshi ko'radigan ayollarga juda ham mos keladi. Hozirgi skidkasi 225 ming so'm. Avvalilar original, hammasi Faberlichniki. Keyin sizlarga rosa biror nimalarni ko'rsatganlarim kelib ketyapti. Mana shu korobkami ichidan. No, bitta ketish kerak. Soch uchun balzamlar. Nima uchun men aynan buni oldim? Birinchi o'rinda, chunki bu rasprodajada bor. Katalog narxi 36.900, ichki narxi 27 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Bu soch balzamlari sochni o'stiruvchi degan, biotinli biotin bu sochlarni mustahkamlaydi, sochlarni o'stiradi. Shuning uchun men buni oldim. Tak, soch bo'yaydiganlar uchun mana bunaqa kapsulachalar. Men buni ba'zida donalab ham sotaman. No, вообще iloji boricha bitta upakovkani bitta odamga taklif qilaman. Olib qo'ying, ishlatasiz deb. Sochlarni yanada yaltiratadi, sochlaringizga juda ham kuchli ozuqa beradi. Soch bo'yash vaqtida soch bo'yog'iga qo'shiladigan kapsulalar. Sochingizni bo'yaganda hamma foydali elementlar sochingizga singib ketadi. Давайте mana bu uy uchun mahsulotlarni ko'rsatib o'taman. Uy uchun mahsulotlari ham skidkada bor edi qizlar. E'tibor qilinglar, har 3-4 kunda har xil mahsulotga kompaniya skidka beryapti. O'shanda uy uchun mahsulotlar edi. Hozir esa yuz parvarishi uchun mahsulotlar. Ularni ham alohida video qilib chiqarib beraman. Ko'p narsa olmagan bo'lsam ham, bir narsani ko'rasiz. Tak, bu nima bizda? Bu idishlarni, yog'li idishlarni tozalaydigan narsa. Gaz plitalarni, qozonlarni tozalaysiz. Yaxshi ko'rgan narsam, buni perchatka bilan ishlatilishi kerak deydi, lekin men buni perchatkasiz ham ishlata olaman. Boshqa narsalarni men perchatkasiz ishlata olmayman umuman. Juda ham yaxshi tozalaydi. Meni ayajonimga hamma novinkalardan hammasidan ham ko'ra aynan mana shu 319 varianti yoqib tushdi. Skidkada edi. 36.900, 40.900 dan olasiz. Skidkada olsangiz 36.900. Ichki narxi bittasiga 30 ming so'mga tushadi. Bizda rasprodaja bo'lgan vaqtda biz nima qildik? Biz buni 23-24 mingga oldik. Zo'rmi? Faberlikda a'zo bo'lganlar shunaqa o'zini uyini pulini ekonom qiladi-da, qizlar. Men bunaqa narsa oldim. Bu vanna, rakovinalarni tozalashga yordam beradi. Takoy mikrogranulachalari bor. Idishlarni ham tozalashga juda ham yordam beradi. Vanna deysizmi, oshxona deysizmi, hamma joyga ishlatsa bo'ladi.
idish uchun geli alohida o'rin tutadi Faberlicni. Уже necha yillardan beri biz Faberlic idish va degan gillarni olamiz. Nima uchun? Chunki birinchi o'rinda bu bitta idish sizga 4 ta idish o'rnini bosadi. 36.900 narxi katalogda ichki narxida 27.000, 28.000, 30.000 ga oldik. Nima uchun bular? Chunki bular oshqozon rakini keltirib chiqarmaydi. 100% toza mahsulotlarda ishlab chiqarilgan. Siz hech qachon oshqozonim og'rib qoladi, kimdadir oshqozon yuvilmay ketadi degan narsa paydo bo'lmaydi. Chunki bu gellar aynan 1 ga 3 qilib 1 litr bunga 3 litr suv bilan aralashtirib, keyin ishlatganingizdagina o'shanday idishchadan o'ziga quyib olasiz, deb pish qiladigandan, men shunaqa qilaman. U yaxshiroq ishlaydigandek tuyuladi. Quyuq variantdan ko'ra suyuq variant qilib qo'yib turib, o'shani ishlatib yurganingiz ma'qulroq deb tushundim. Juda ham zo'r narsa. Biz necha yillardan beri faqat shuni olamiz. Mana bunaqa bir bola feri, bir bolalarni olmaymiz umuman. Bu biz uyimizga yoqadigan narsa. Ko'rayotganingizdek yana mana oshxonani tozalaydigan mahsulotlar. И, конечно, vanna tozalaydigan mahsulotimiz ham vannani qizlarchonlab buzib qo'yganman. Endi nima qilaman deysizlar? Yangi akrillashtirishga to'g'ri keladi, o'xshaydi. Chunki soch bo'yog'ini emas, qanaqadir ish qilib bo'yog'ini to'kib qo'yganman, sochib qo'yganman. Lekin men bunaqa narsalar bilan tozalashda davom etyapman. O'z akrillangan bo'lgan, u akrillardan ketmaydi, yangilash kerak ustini. Lekin eng yaxshi ko'rgan narsamiz любой akril bo'ladimi, boshqa vanna bo'ladimi, emal bo'ladimi, hammasini mana shu vannani tozalab oqartirib beradi. 36.900, 40.900 qanaqa skidkaga tushishingizga bog'liq. Oy, qaranglar. Mana bu ular 36.900 dan shampunlar chiqqan edi. Men o'zim botanika shampun ishlatmayman, lekin постоянно so'rab keladigan, qayta keladigan klientlarim bor va ular uchun doim skidkada bo'lsa ham, bitta bo'lsa ham, ikkita bo'lsa ham, uchta bo'lsa ham doim mana shunaqa shampun olib qo'yaman, chunki men bilaman ularni примерно qachon mahsuloti tugashida men уже xabardorman, men o'zim o'ylab qo'ygan bo'laman. Sizlar ham shunaqa qilasizlar deb o'ylayman. Juda ham zo'r skidkada kiyimlarni oqartiruvchi hamma hozir bavi degan bir vaqtda bu germanskiy oqartiruvchilarimiz eng zo'r narsa. Bu dog' ketkizgich emas, e'tibor qiling, bu oqartiruvchi. Bolalarning oq kiyimlari bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, barchasini zamachis qilasiz va yuvayotganda qo'shsangiz juda ham zo'r ishlaydi. Aynan orqasida yozilgandek ishlatsangiz, siz 100% effekt olasiz mana shu kiyimlarni oqartiruvchilardan. 81.000, 91.000 da chiqyapti hozirgi kunda. Bir upakovkasi, bir marta, 2 marta, 3 marta emas, bir upakovka ichida ko'pgina bor. Так, keyin mana bu narsa nima? Bu narsa kiyimlarimizni orasiga osib qo'yiladi va kiyimlaringizni shkafingizda juda ham приятный, yoqimli hid bo'ladi. Bu uyim uchun olingan narsa, shkafga osib qo'yish uchun. Klientlar uchun emas, o'zim uchun olingan narsa. O'zimni juda ham yaxshi ko'raman, bilasizlar. Mana shuni osib qo'yaman. Shkafimdagi kiyimlar hammasi yoqimli deb turadi. Keyin albatta dezodorant oldim. Bu dostavkada ham, chunki 30.900 so'mdan ideal dezodorantlarimiz chiqqan. Bu dezodorantlar sizni terlashdan himoya qiladi va hidlanishlardan himoya qiladi, terlashlarni kamaytirib beradi. Oy. Давайте bo'yang'ichlarni bir ko'rsatib o'tayin. Mana bu narsa qoshlar uchun fiksator. Agar qoshlaringiz hozirgi trenddagidek bo'lishini mundoq tarab qo'yasiz, siz qanday qotirsangiz, xuddi shunaqa turishni xohlasangiz, eng zo'r qosh uchun foydali bo'lgan kollagenli fiksatorlardan biri. Oppoq nalyot, biron nimalar qolmaydi. Ichida vitamin B5 bor. Qoshlaringizni o'stirishga yordam beradi. Shunaqa gel ko'rganmisiz? Ko'rmagansiz bilaman. Ham qotiradi, fiksatsiyasini zo'r qilib beradi, ham o'stiradi. Mana bu esa kiprik va qoshlarni o'stiruvchi Zardob 81.000 so'mdan chiqyapti. Skidkasi zo'r, chunki 123 mingdan chiqadi. Qoshlarga, kipriklarga surtasiz. Ko'rayotganingizda menga qoshlarga surtish kerak emas, lekin kipriklarga doim eslaganimda qanchalik haftada bir marta eslayman, 2 marta ham doim surtib turaman, chunki juda ham zo'r ozuqa. Agar har kuni
2-3 oy davomida surtsangiz yo'q kipriklaringiz ham paydo bo'lib qoladi, ko'rasiz. Mana balzamlardan 3 ta olgan edim. Bittasini уже klientga berib yuborganman. Bu so'z balzamlar lablaringizni yumshoq qilib beradi. Men sizlarga aynan lanolin va pantenolligini taklif qilmoqchiman. Pantenol bu yara bo'lib ketgan lablaringizni ham, qavat-qavat ko'chayotgan lablaringizga yordam beradi. Lanolin esa shunaqangi chiroyli blesk beradi. Ko'plar lanolinli mana bu balzamchikni surtganimda, ko'plar labimga blesk surtib oldim deb o'ylaydi. Yo'q, bu shunchaki balzamchik bo'ladi, lekin shunchalar yaltiraydi, shunchalar yumshoq va shunchalik yoqimli qiladi. Hattoki meni ayajonim ham mana shu lanolinli lab balzamini zo'r ekan dedi. 21 ming so'mgina narxi. Novinkalardan krem. Bu jidkay perchatka kremimiz bor edi. 36 ming so'mdan hozir berilyapti. Anaqada. Tak, ozgina olib surtayin. Sizlarga hidlamas narsaga ayta olmayman. Chunki bu jidkay perchatka kremlari juda ham kuchli kremlar edi Faberlikda. Mana shunaqa необычный ko'rinishda, bitta bossangiz chiqadigan ko'rinishda qildi. Ko'rinishi chiroyli qizlar, bogатый, дорого. Agar sovg'aga beraman desangiz ham, hidi нежный. Oldingi jidkay perchatka kremlarimiz ham zo'r edi. Siyoh rang ko'rinishda bo'ldi, keyin sariq ko'rinishda bo'ldi. Mana bu ko'rinishi ham zo'r qizlar. Yengil. Tak. Qaranglar nimadan qilingan ekan. Bu ris bor-u, ris nima deylardi? Guruchda o'tirplarini yog'idan qilingan, juda ham terini yumshoq qilib beradi. Ichida jemchurna pudrasi bor ekan, jemchugli pudrasi bor ekan. Terini yumshoq va chiroyli qilish uchun, terini yumshoq, нежный qiladi. Shu ipakka o'xshagan qilib beradi deyapti. Zo'rmi? Вообще, mana bunaqa kitayskiy seriyalar bizda Faberlikda chiqqanda o'ta yoqimli chiqadi, bilasizmi? Нежный bo'ladi, o'ta нежный. Keyin целый seriya oldim qizlar, Romeo Pink orxideyasidan, rozовая орхидея, pushti orxideyadan полный nabor olganman. Полный naborim gapmi? Ba'zi narsalarni ikkitadan olganman. Tak. Mana bundoq qaratayin, sizlarga qulay bo'ladi. Qarang, bu geliya dushasi. Geliya dushasining bunaqa ko'rinishi bor qizlar. Еще mana bunaqasi varianti bor. Farqini aytib beraman. Mana bunisi kichkinasi 200 gram, kattasi 400 gram. Ikkalasi ham geliya dushi, faqat biri mana bunisi yog'li geliya dushi. Tanasi qurab ketadigan va чувствительныйlar uchun hidi juda ham uzoq turadi. Menga bir tanishim shunaqani ishlatib ko'rgan edi, Faberlikda как раз chiqdi. Rosa ham yoqdi. Mana bu geliya dusha ham hidlari zo'r, aynan orxideya hidini beradi, pushta orxideyani hidi. Ikkita geliya dushalari. Keyin buni xuddi shuni dezodoranti shu hidni beradi. Badan uchun spreyi yaltiroqli, badan uchun skrab. Ba'zi odamlar nima uchun badan uchun skrab ishlatishni bilmaydi. Nima uchun qilamiz? Bu tuzli skrab, aynan tuzli skrablar terimizni salomatligini saqlash uchun qizlar. Unda ko'rayin sizlarni. Terimizni sog'lig'ini saqlash uchun. Agar siz teringizda qandaydir muammolar bo'layotganini yoki toshmalar toshayotgan, любой narsani sezayotgan bo'lsangiz, qizlar, o'zgarishlarni qurib ketish emas faqat qizlar. Quriyotgan tanaga tuzli skrab bermaymiz. Ataki cho'miladi, badanni yuvgandan keyin skrabni oladida, ozgina qo'l badaniga ishqalaydi. Tuz badanida erib ketadi qizlar. O'sha tuz badaniga foydali bo'ladi hamda o'lik terlarini отшелушивать qilib tashlashga, olib tashlashga yordam beradi. Bu badaningiz hidlanmasligiga, ba'zi odamlarning badani hidlanadi-yu, hidlanmasligiga, mikroblar tarqalmasligiga va foydali bakteriyalar tanangizda bo'lishi uchun yordam beradi. Hamda hidi juda ham stoyki, yoqimli hid berib turadi. Keyin bu seriyani badan uchun kremi ham bor. Cho'milib chiqdi skrablar va mana bunaqa kremchasini ham
ishlatasiz. Buni ham qo'lga hamda badanga surtsangiz uzoq turib beradigan hidlar. Nima uchun bu uzoq turadi? Aramio seriyasi mahsulotlari. Chunki bularda mahsulot piramidasi degan narsa bo'ladi. Hid piramidasi degan narsa bor. Atirni yaratgandek, mana bularga ham xuddi shunaqa atirga o'xshab turib uzoq vaqt hid keladigan qilib yaratiladi va hidi aylanib turadi. Fransuzskiy atirlarda bo'ladigan narsa mana shu Gela Dusha, mana bu Aramia seriyalarida bor. Bular barchasi siz настроениyangizni ko'tarishga yordam beradigan qilib yaratilgan. Keyin aynan shu seriyani suyuq sovuni ham bor. Suyuq sovuni sizda bilasiz qanday ishlatishni, bunga hech kimga tushuntirish kerak emas. Mana shunaqa stilli ko'rinishda. Nima demoqchiman? Bu seriyani uyingiz stilli turishini xohlasangiz hamda qizlarga sepgan nabor yig'ayotgan bo'lsangiz olishni maslahat beraman. Buni любой seriyasini, yoqqan seriyasini oling. Pink Orxideya prям qizlar uchun zo'r bo'ladigan seriyalardan. No, ko'rinishi doriga bogata qizlar. Endi Aramio nomlari yozilgani yo'q, dezodorantlari yo'q. Qanday? Sizga hammasini ko'rsatayin ekan. Hammasini ko'rsata olmayman. Mo'betdagi Gela Dushalari yo'q. Sepingizni yarmini joyini oladi. So'layotganingizni hamda juda yoqimli hid, bogati ko'rinish. Endi bilasizlar, qiz chiqarayotganda sepni ham chiroyli qilish kerak. Chunki o'shanga ham qarab turib muomala qilinadi. Bu yerda mana bu Orxideya seriyasi ham o'zgacha необычный bo'ladi. Va shu Aramio seriyasidan mahsulotlarni olishni maslahat beraman. Sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Juda ham qiynalib qolgan narsam, pinset uyda bo'lib qolmagan ekan. Qosh tergish deymiz. Qoshni teradiganlar biladi buni. Yaxshi pinset topish qiyin narsa. Bir martada sizga qilib beradigan. Qanchalik pinsetingiz yomon bo'lsa, shuncha sizda yaralar ko'p bo'ladi. Aytaman, yaxshi pinset olish kerak. Bu pinset 30-32, 35 ming turadi. Men hali 10 yil oldin yaxshi pinset 25 ming olganman. Mana bu Faberlic'da pinseti. Shu idishda doim o'zi saqlaysiz. Bizda uyda shunaqa idishda saqlanadi, lekin opacham o'zinikini yashirib qo'yibdi. Men o'zimga olishimga to'g'ri keldi. Mana shunaqa Faberlic yozuvi, mana bu yerda spetsialniy qilingan, ushlashingiz qulay bo'lishi uchun yaxshi qizlar. Mana bu yoqlari ham bir-biriga idealni tushgan. O'sha yulib ko'rdim, yulishi ham zo'r. Поэтому o'zingizga hayotingizni osonlashtiradigan narsalar olishni maslahat beraman, hattoki pinsetda ham. Mana shunaqa Faberlic zakazlarim bor edi. Ba'zi narsalar уже sotilgan, berib yuborilgan bu zakazlardan. No, sizlarga mahsulotlar yoqdimi? Agar siz ham Faberlic'ga a'zo bo'lmoqchi bo'lsangiz, menga telefon qilib yoki Telegramda yozishingiz mumkin. Shu raqamimga aloqadaman. A'zo bo'lib mahsulotlarni 20-26% skidka bilan olishni, aqlli xaridor bo'lib uyingizni pulni tejashni, agar savdo qilmoqchi bo'lsangiz, savdo uchun qanaqa aksiyalardan foydalanishni sizga aytib beraman. Yoqqan bo'lsa, layklar va kommentariylarni sizlardan kutaman.